Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda men shu yerni Karino yig'ishtiril desam bo'ladi, lekin men bu yoqlarga vashya siqilmayman, chunki bu yer oldin vashya больница bo'lgan. Mana bu qon lekin 100%. Kafanlangan jasad topildi. 90-yildan ham oldin bo'lgan menimcha dashim haligacha bu yer turibdi, hali hech kim CCMC qilib tashamadi. 1992-yil 2-aprel. Bu yerda nima bo'lgan? Ko'p odam o'lardi. Yopib tashlashgan. Lekin aqaraver, kim qo'rqaman. Men o'zim qo'rqib ketdim-ku. Mana buni qirg'idi. Va ana endi o'rtalar kirishga qarab yurib boramiz. Stop. Böyle pavuk uyumun mu bu? Mana qaragan ko'rasan? O'rtalar bitta pavukni yuqib tashabdi. Eng qizig'i, bu juda katta bino. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar, like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim xatasi aktiv berayotgan shungina davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet 7-qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Men hech kimga ishonishimni bilmayman. Prosta like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 7 sonni yozib qoldiring. Va biz esa tezroq shu sonni olishga harakat qilamiz. Va mana bu yerda esa yana bir yangi videom turibdi. Hozir o'tib ko'ring.